Ozayib ketishdi, tersam, opa ko'tardi. Assalomu alaykum opa. Taksi so'rovdingizmi desam, ha, so'radim, qayerda turibsiz dedi. Pabroda turibman desam, nimadasiz dedi. Men ishdaman dedim. Desam, qayerlisiz dedi. Chernobyldanmi opa, qayerga borish kerak dedim. Desam, mana mahallaga keling dedi, chiqib turaman dedi. Hali mahallaga kirib olganman. Qani endi o'sha opa ko'rinsa-da, aqv yurayapman, baqv yurayapman, oxiri telefon qildim. Opa qayerda turibsan? Mayda turibman dedi. Ko'rinmayapsiz opajon desam, mana mayda turibman dedi. Ko'rinmayapsiz opa, mahallada meni issiqda aylantirib yurolmayman desam, mana mayda eshik darqasidaman dedi. Qanday eshik darqasida desam, uy darqasida turibman dedi. Opa, eshik darqasini ko'radigan meni qobiliyatim yo'q dedim. Desam, mana chiqyapman dedi. Men ham bopladim. Sekin endi eshigini tagiga bilib olib bordim-da, shart mashinadan tushdim. Sekin borib g'isht darqasiga yashinib oldim men ham. Hali opa chiqib, menga ham telefon qilib, qaytasiz dedi. Rolda o'tiribman opa dedim. Desam, yo'qsiz dedi. O'tiribman, qayerga yuray dedim. Desam, hazillashmang, yo'qsiz dedi. Qarang, yaxshilab o'tiribman rolda dedim. Shunaqa klientlar chiqyapti, jonimga tegdi.